Xabar: hozirgina ekranlaringizda ko'rib turgan bu O'zbekiston fuqarosini Rossiya fuqarolari ushlab qo'lini bog'lashmoqda. Nima sababdan deb o'ylaysizlar? Bu O'zbekiston fuqarosini yosh qizlarga tegajonlik qilganlikda ayblab samosud qilishmoqda. Video davomida hammasini o'zingiz ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Yaqinda yo'lning o'rtasida ikki nafar inson bir nafar insonni pichoqlaganligi haqidagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu pichoqlagan insonlar O'zbekiston fuqarosi bo'lib chiqdi. Ular Belorussiya orqali Rossiyani tark etishayotgan paytda qo'lga olingan. Ularni so'roq qilinayotgan jarayonni hozirlarga qo'yib beraman. O'zingiz ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, bu voqea bo'yicha o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Musofirlar diqqatiga. Agar siz yaqinlaringizni Uzcard Humo kartasi yoki gaz, svet, suv, internet provayderlar yoki arzon narxda aviabilet sotib olmoqchimisiz? Unda biz sizga Tezpay ilovasini taklif qilamiz. Tezpay ilovasini siz Play Market yoki App Store dan skachat qilib olishingiz mumkin. Marhamat, skachat qilib oling, hali bizga rahmat aytasiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Hozir videoni ko'rdilaring o'zlaring. 3 ta O'rta Osiyolik yigit urushib qolishgan. Ularda chaqirishgan razborga. Ular 3tasi urushib qolib, bittasini chaqirgan. Kelganda ko'ryapsizlar, shuni yiqildi, pichoqni tiqib tashladi. Bu videoni men 4-5 kun oldin ko'rgandim. O'sha pichoq tiqib tashlaganini uzoqdan video chiqqan edi. Ko'rgandim, men ko'rib turib, bular o'zi o'sha Rossiyaning ichidagi o'zi местный bolalar urushib ketgan bo'lsa, между nami o'zlari razborlarni o'zlari yechishyapti shekilli, lekin pichoq ishlatishni bekor qilishibdi degan edim. Lekin ularni ushlab kelishibdi. Hozir biz sizlarga gapirganimdan keyin ularda doprosini qo'yaman. Ularda so'roq savol qilishgan militsiyaxonaga olib kelib, ana shu videoni ham men yuzlarini oshirgan holda qo'yaman. Ko'rasizlar. Bittasi 95-yil yigit ekan, bittasi 98-yil yigit ekan. Qaysi davlat fuqaroligini aytishmayapti, ma'lumot bermagan. Respublika Sredniya Aziya deb qo'ygan. Ukalar, biz Rossiyaga ishlash uchun kelganmiz, pul topish uchun kelganmiz, uy solish uchun, to'y qilish uchun, yoki bo'lmasam ota-onamizni hajga jo'natish uchun, yoki bo'lmasam bir orzuyimizdagi bir qanaqadir maqsadga yetish uchun kelganmiz. Kimgadir pichoq tiqish uchun emas. Ukalar, ruschani biladiganlar hozir so'rovda ko'rasizlar, nima uchun pichoq tiqqan, necha marta tiqqan, qanaqa tiqqan, nimaga tiqqan, hammasini aytib berishadi. O'zlaring eshitasizlar. Xulosa o'zlaringdan. Xulosa qilishni men o'zlaringga qo'yaman. Salomat bo'lasizlar. Ko'rgani ketdik. Скажи мне, за что вы порезали мужчину в Одинцовском районе? Он ругался. На кого ругался? Он мой двоюродный брат. А кто резал, ты или он? Я и у него этот... Чей нож это? Твой? Чей нож был? Чьим ножом вы его порезали? Ну, мой. Своим ножом. Сколько ты ударов нанес ножевых ему? Я честно не знаю. Ну, плюс-минус. Хорошо, ну примерно. Ну, может 3, может 4. 3-4 удара? Да. Ну это хорошо, а нож где у тебя лежал? Откуда ты нож этот достал? Ну, у меня тогда на машине была постоянно. Постоянно в машине был? Да. А для чего тебе вообще этот нож? Ну, этот если... Ну, машина нужна же. Хорошо, а скажи мне, ты, когда вы поссорились, ты возвращался в машину за ножом или у тебя уже с собой нож был? Нет, у меня уже с собой был. А ты сразу вышел на разборку уже с ножом? Нет. Все ясно. И брат, который двоюродный вот с тобой здесь сюда приехал тоже, он тоже был? Он тоже наносил удар ножом? Нет. Все ты наносил? Да. А в какую область ты наносил удар ножом? Как? Куда ты наносил удары ножом? Ну куда ты, ногу там, руку? Только в ногу или еще в тело? Много. В ногу? Сколько, ну и получается, сколько ты все-таки ударов нанес? Не знаю. Нож поднял. Откуда он нож поднял? От себя у него нож подняли. У земляка твоего был нож? У него, который я повелел. Хорошо, а твой земляк, вот, который Я сейчас не знаю, что сидит в кабинете с нами, что он делал, когда ты бил? Его я не видел, говорю. Я убежал. А что твой, вот, который с нами сейчас сидит, земляк, что у него было в руках? когда ты был? Я говорю, я не видел, чтобы. Вот
Позади меня идут, наверное. Не со мной же. Да? И ты не видел, что происходило? Нет, я убежал. А у тебя что было? Но когда с машины выходили, что было у твоего? У него ничего не было там. В руках ничего не было? Не было. Ты уверен? Да. Azizlar, shu o'rinda bir narsani aytib qo'yay. Migrantlarning har bitta qilgan jinoyatini, har bitta qilgan ishlarini internet tarmog'iga joylashyapti. Har bitta qilingan ishda ko'rsatgan jinoyat hammasini ochiq shuni internet tarmog'iga qo'yib borishyapti. Bekordan bekorga emas, ko'zingni och, ko'zingni och deb qo'yishyapti. Oldinida yashirin qilib, o'zlari sud qilib, boshqa narsa qilib nima qilardi? Yo'q. Hozir ommaviy axborot vositalariga hamma ma'lumotlar berilyapti, ochiqdan ochiq chiqarilyapti. Xalq ko'rsin deyapti. Xalqni oldiga tashlab beryapti. Azizlar, hurmatimizni beraylik albatta. O'sha 45-yillarda ikkinchi jahon urushida ota-bobolarimiz qanday o'zbeklarning avtoritetini ko'tarib ketgan bo'lsa, biz o'sha avtoritetni yerga bulab tiqib tashlayapmiz. U gaplarni gapiraverib siyqasi chiqib ketdi. Mani opoqim, bobom ikkinchi jahon urushiga borgan, meni ham Rossiyada yurishga haqqim bor, bu haqqimiz bor, hammaning haqqi bor Rossiyada yurishga. Dokumentalniy, po zakonu, ofitsialniy qilib, spokoniy qonunlarga bo'ysunib yurishga hammaning haqqi bor. Haqqing yo'q degan yo'q. Bana 2 kun bo'ldi Rossiyada reydda ikkinchi to'lqini boshlandi. Dokumentsizlarga, migrantlarga qarshi kurashish reydining ikkinchi to'lqini boshlandi. Prosta bu sizlar uchun bir ogohlantirish bo'ldi xolos. Ukalar, ko'rib turgan ukalar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Kelajagimiz oldimizda hali. Bola chaqa qilish kerak, uylanish kerak. O'zimizdan chiroyli nasl qoldirish kerak. O'shaning uchun kelganmiz dunyoga. U Rossiyaga kelgan bo'lsak, vatan 5 kunlik 4-5 so'm pulni topamizda, maqsadimizga yetish olsak ketamiz. Vatanga borib tinchgina bola chaqani bag'rida mazza qilib yurganga nima yetsin? O'rtoqlar, bizni o'rtoqlarimiz har oyda birinchi shanba yeymiz, baliqqa boramiz Repxozga, Andijonga. Yo bo'lmasam haftada bir to'planib o'zimiz pul to'plab osh qilamiz, o'tiramiz sinfdoshlar. Endi bu ikkita yigit qamalib ketadi, o'rtoqlarga ham qo'shilmaydi. Sizga shu kerakmi? Ukalar, qo'ying, birov sizni so'kib ketsa ham so'kilib qolmaysiz. Ha bo'pti deb qo'ying. Xo'p deb qo'ying, shart emas, achchiq qilib, xarakter ko'rsatib, kimgadir zo'rlikni ko'rsatib, urib tashlash shart emas. Men oldingi videoda ham aytganman, yoshligimda men ham yaxshi odam bo'lmaganman. Tishlarim singan, jog'im singan, qo'lim singan, urushganman men ham. Rosa zallarga borib shug'ullanib, yetaman, yoraman, pachaqlayman deganman, Xudoga shukr. Qamalib ketmaganimga hozir xursandman. Shunaqa ishlar bizni ham boshimizdan o'tgan. Kerak emas ekan. Mana 35 ga kirdim, tushunib yetdim, kerak emas ekan. Shu bolalar uylangan bo'lsa, bolasi bo'lsa, endi o'zingiz uchun o'ylang. Farzandingiz bor, siz qamalib ketdingiz 5 yil, 6 yilga. Bolangizni kim erkalatadi? Dadam keldi deb kelsa, kim xo'roz qand olib kiradi bolangizga? Kim Rossiyadan shikolat olib beradi bolangizga? Kim paypa olib beradi? Maktabga borayotganda yur bolam deb qo'lidan ushlab kim olib boradi? Baribir orzu ekan-da. Baribir orzu ekan-da. Farzandingizni ham qo'lidan yetalab birinchi sinfga olib borishdi. Uni ham o'zgarishi gashti bor. Jigarlar. O'shaning uchun qo'yinglar, kerak emas, urushmanglar iltimos sizlardan. Ishlab pulni qilib uyga jo'natib ketaylik. Tinchgina o'sha yerda to'yni qilib, bayramlarda mazza qilib o'yinga tushib, jumaga chiqib toat ibodatlarda qilib, mazza qilib yurganga nima yetsin azizlar? Ha? Ukalar, sizlardan iltimos. Sog' bo'lasizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar azizlar. Rahmat hammaga.